Osmonlilar imperiyasining yiqilishiga asos yaratib bergan, Osmonlilar imperiyasini kuchsizlantirgan faktorlardan biri ayollar. Shulardan ikkitasi desam ishonasizmi? Nega unday deysan deydigan bo'lsangiz, meni fikrim quyidagicha. Osmonlilar imperiyasining 10-podshosi Sulton Sulaymon I o'z turmush o'rtog'iga qattiq bog'lanib qoladi va uni sevgisi hurmatidan uni joriyalikdan o'zini rasmiy xotinilik darajasigacha ko'taradi. Va bu ayol kelajakda shu darajaga borib yetadiki, hattoki farzandlarini o'ldirishga ham yetib boradi. Nega bunday bo'lgan deysizmi? Chunki Sulton Sulaymon boshqaruvining oxirgi yillarida boshqaruvining katta qismi Xurram sultonning qo'lida edi va u o'zining farzandlarining ichida eng bo'ysunuvchan, eng bo'shang va davlat boshqaruviga layoqatsiz bo'lgan farzandini qo'llab-quvvatlab, boshqa farzandlarini qo'llab-quvvatlovdan chekinadi va oxir-oqibat Sulton Sulaymondan keyin 11-Usmonli podshosi Salim II edi. Nega Salim II layoqatsiz deydigan bo'lsangiz, Salim II juda ham maishatga, fahshga va ichkilikka ruju qo'ygan farzand edi. U hattoki davlat boshqaruviga ham unchalik qiziqmagan. Farzandini boshqaruvini qo'lga olishdan va davlat boshqaruvini o'zini qo'lda saqlab qolishni maqsad qilgan Xurram sulton boshqa farzandlarini turli yo'llar bilan taxtdan mosuvo qilgan yoki o'limiga sababchi bo'lgan yoki boshqa taxt talabgorlarini o'ldirilishiga asos yaratib bergan. Ikkinchi shunday tarixdagi shaxs bu Ko'sem sulton bo'lib, 14-Usmonli sultonini sevimli xotini bo'lgan. Ko'sem sulton ham o'z davrida juda ham ko'pchilik, hattoki tarixda juda ham nomi ulug' bo'lib qolgan Murod IV-ni onasi hisoblanadi. Murod IV juda ham yosh taxtga ega bo'ladi va taxtni boshqarish uni qo'ldan kelmaydi. Uning yosh bolaligidan foydalangan Ko'sem sulton davlat boshqaruvini mustaqil o'zi amalga oshiradi. Va vaqti kelib Murod IV kuchga to'ladi, aql zakovatini, o'zini bilim darajasi, salohiyatini oshirib, davlat boshqaruvini qo'lga olgach, onasini aytganlarini qilishdan bosh tortadi. Hattoki davlat ishlaridan tiyilish uchun onasiga turli xil qarorlar, buyruqlar berib, onasini taxt boshqaruvidan mutlaqo chetlattirib tashlaydi. Bu narsani yoqtirmagan Ko'sem sulton ba'zi bir tarixiy manbalarda Ko'sem sulton o'z farzandi, ya'ni Murod IVni o'ldirilishiga asos yaratib bergan odamlardan biri sifatida ko'riladi. Lekin albatta tarixni kuchlilar yozadi. Bu faktlarni ko'pchilik yo'qotib yuborilgan yoki kam ahamiyatli ma'lumot sifatida qaralgan. Shuning uchun bu ikki ayol davridan keyin Usmonli sultonligi asosan ayollar va vazirlar boshqaruviga o'tib ketadi. Va oxir-oqibat 1900-yilga kelib juda ham kuchsiz, juda ham yordamga muhtoj va qarzlarga to'la davlatga aylanadi. Bugungi kunda gender tenglik, erkaklar va ayollarning teng huquqliligi va shunga o'xshash juda ham ko'plab harakatlar mavjud. Hattoki bu narsa davlat siyosat darajasiga chiqqan. Lekin davlat boshqaruvida ham, siyosatda ham, iqtisodda ham baribir erkaklar ayollarga nisbatan og'irroq, kengroq va mulohazaliroq deb hisoblaymiz. Bundan ayollarimiz albatta xafa bo'lishmasin. Lekin ayollar biror bir qaror qabul qilayotganda albatta hissiyotga va emotsiyalarga bog'liq holda qarorlar qabul qiladi. Erkaklar bo'lsa ba'zan qarorlarni keskin va og'ir qarorlarni qabul qilishda ham hech narsadan qo'rqishmaydi. Shu qarorlarni qabul qilishdagi farqli jihati erkaklarni boshqaruvi asosiy rolda bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surilishiga asos yaratadi. Shunday ekan, siz turmush o'rtog'ingiz bilan maslahat qilsangiz, agar turmush o'rtog'ingizni maslahati yetarli darajada aqlli maslahat deb hisoblamasangiz, albatta aqlli biror bir do'stingizga va o'zingiz ishongan va donishmand deb hisoblagan insonlardan maslahat so'rab ishingizni davom ettiring. Chunki ayol kishi bilan qabul qilingan qaror sekin-sekinlik bilan sizning boshqaruvingizni ham ayollarning boshqaruviga o'tkazib qo'yishi mumkin.